Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmetli qarindaşlar. Din ve hayat namını sohbet programımızga diqqat etibarыңlarni bergininglarni qizg'in qarshi olamiz. Programımızın bugünkü bölümünde cezanı haqqında to'xtalamiz. Men qarindaşlar Abul Qasim Ahmedi, programımızın bugünkü aziz mehmini Ustoz Sirajiddin Azizi. Sirajiddin bu cezanı cemiyetimizde keng tarqalyapti. Peygamber Aleyhisselam hadislerden bisharat bergan. Zaman ahirde bu cezanı köpüp ketadiganligi, hatta bunun cezanı muamelesini qilmaganligimi, bunun çang tuzalları hitadiganligidan bisharat bergan. Endi hozir dunyoda cezanı bevosita qilmasakmi, cezanı bankalar bilan orqali, masalan, idorachilik ishlaydiganlar maoshini olsa shu cezanı banka orqali oladigan, yo bo'lmasa bir yemek içmek bina setib olsakmi, buni bankaning karta orqali setib oladigan bo'ldik. Bu orqali inson shu jazonining chang tuzalaridan yiroq bo'lmaydigan bir holat shakllanyapti. Yüzümüzden ve qarindoshlarımızdan ki texami bu cezanı hakkında düşüncemizni aydınlaştırıp bu illetini saqlanishimiz uchun bu vaqtda bir tushuncha bergan bo'lsa, avval buni shu jazonining lug'at ma'nosidan başlasak qan marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Yaxshi bo'ladi. Bu jazoni degan arabcha ribadan chiqqan ribaning ma'nosi Uyg'urchada o'sim, o'sish yoki ziyoda bo'lish degan ma'noda bildiradi. Yani bu Qur'oni Karimda nihoyat ko'p oyatlarda bu jazonning, o'simning haromligi va buni yeganlarning oqibati jahannam bilan oxirlashadiganligi haqida ko'plagan oyatlar bor. Masalan, Qur'oni Karimda yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat deydi. Allah jazoni o'zligidan yo'qotadi, sadaqalarni o'stiradi. Yani cezanı kılgan adam gerçi pullusunu köpeytken üzünü hak işlemey durup ter tökmey durup pul tapkanda kılgan bolsun mu? Lekin bu özlükünün yoqap keladigan narsa. Allah bunu şöyle köp ayetlarda cezanın yamanlığı, özümnün yamanlığı ve bunun keskin haramlığını belgilegen hakikaten bu cezanı kılış o'sim bilan muomala qilishning o'zi insonni halokatga tashlaydigan eng xatarlik omillardan birisi. Bu jazoni shunga payg'ambar alayhisalom insonni halokatga tashlaydigan 7 turlik ishning birisi shunday o'simni yeyish, jazoni yeyish deb ko'rsatgan. Demak, insonni dunyo oxiratda halokatga tashlaydigan narsadan qatorida sanalgan narsa degan bu albatta harom. Bu jazoni qilishning o'zi insonni yolg'iz bu dunyoda ahiretde halaket taşlaş bilen birge umum bir ümmetni, milletni yıktıdığan, milletni xarlık kız edip bardıgan bir amillar dep qarılıdı. Onda hazır şu iqtisad şunas alimlarning nemelerine bayanatlarını koydum ben. Emine dünya iqtisadi, bu garip dünyalarının iqtisadi bir çoğun bir davalgıç boldu. Bular hazır nurgulluğan garip alimleri şu cezanının ki xatiri üstüde to'xtalgan ekanda, bu jazo degan aslab apirib malni bir qancha shaxslarning qo'liga javob qo'yadigan narsa ekan. Buning bilan bu iqtisodiy krizislar, iqtisodiy cho'ng chataqlar chiqadigan g'arb dunyosining hozirgi iqtisodlardan chataq chiqayotganligi, shunga ba'zi ulamolar, ya'ni insofliqlari shu iqtisod masalalariga kelganda islom nizomiga qaytishning zarurligini o'tirib qo'ygan ekan. Endi afsus jamiyatimizda shunda g'arb dunyosida bu jazoning xatirini tunishga boshlayotdi. Ammo bizning o'zimizning shu Uyg'ur tijoratchilarining ichida diqqat qiladigan bo'lsak, nurg'ulg'an tijoratchilarimizda shu jazonidan yiroq bo'lmaslik illatlarimiz bor ekan. Hatto shu mangdug'ul bo'lgan molladimi bir xil mujmal qilib shu oxirni jazoniga kelib qo'ygan. Mol muzoribat, pulni mangdug'ul berish o islomda yo'q. Onda mal muzaribatga o'qishib turib, lekin shaklni jazoni shaklda qilgan muomalalar qarindoshlarımizda aman bir mangdirib qo'yishlar degandan o birodarimiz pulni oladi ekan. Elib uni rasmiy mal muzaribat yoki chiqqan foydaning 5% ya 5% ya 3% ya 10% deyishmasdilar. Yil oxirida unda jamiyatda 10 ming qo'ygan manchilik jazoni olgan bir ishlar ekanda ma'ruf ekansa 10 ming qo'yib bir yilda manchilik deb. Şu cemiyet jazoning muomalasida sizga manchilik foyda chiqdi deb uni iqtisodni inchiklay hisoblamasdilar. Payda arib beradigan.
Bu ameliyatda cezanın uçuq. Bu şaklida cezanın hükmü şeriatda haram bo'lgan bo'ldi. Buningki dunyolik, oxiratlik xatarini qatar eg'irendi. Mush jamiyatimizdagi mush illatlarga qarata bir tushuncha va nasihatlarni taqdim qilsizlar. Cezani qilish hozir o'sim yesh masalasi. Hozir bu dunyoda xususan dinsiz davlatlarda umumyüzlük banka bilan muomala qilgan bütün insonlar jazoni yeshga, shu o'sim bilan muomala qilishga majbur bo'ladi ekan. Endi haliqadak bankada qo'ygan pulga persen beradi. Yuqorisi 20%, 30%dan töyini 5%, 2%gacha. Mushu persenning o'zi o'sim jazoni, ya'ni haromning o'zi shu anda. İnsanlar bankalar bilan muomala qilishda, shunday pulni o'simga qo'yishning o'zi va bankadan o'simga pul olishning o'zi harom. Yani İslam en çekilgen xatarlik işlerden biri. Şu sebepten yani her qanday bir insan o'zini men musulmon deydiken yoki bir islomiy hayotda musulmonchilik ichida halol haromni farq etib yashayman deydiken albatta bu jazondan o'simlardan saqlanish lozim. Xususan bu bankalar bilan bo'lgan muomalada persent ilish ve persent berish masalasi. Onun üstüge sırtıda bazı köp insanlar var, banka bilan muomala qilmasa-mu, bazı ticaretçiler ve pullarını şunda qilsin degandek avutish uchun boshqalarga persentga beradigan. Masalan, 1 yillik pul bersa 100 ming koy berdi, onunga ya 20 ming koy, 15 ming koy o'simini qo'shib beradigan. Yoki ba'zilar taxi 100 ming koyni berib, onun bergan puldan 10 ming koy, 20 ming koyni ilib olib, anda o'sha kilayni oldin ilib olib, kilayni mana 100 ming koy akilasiz deydi. Bunun o'zi tamamen haram. Yani İslam çekilgen en xatarlik meselelerden birisi. Elbette bu şeriatın ki her biri çekilgen işlemen nur olan hikmetli var. Bunda cezanı bilen şug'ullanganlarning ki bizi jalliq paket ko'z oldimizda shu yeshimiz kichik bo'lsa-mu, bizning ko'ygan kunlarimizga qarag'an vaqtimizda shariatdami degan bu aqot halokatdir. Nurg'ulg'an shu o'simlarni shug'ullangan odam boylarningki halok bo'lganligi, tugishib ketganligi oxirida vayron bo'lgan. Cho'ng shirkatlarga tugishib ketganlik, shunday jazo bilan shug'ullangan boylarmi atalmish boylar oxiri kelganda vayron bo'lganlik, tugishiblik. Shu bo'lib bo'lmish tijorat sohasida endi shirik bo'lgan qarindoshlar o'zaro uni ochiqlashtirib, amsa yoki pulim bor, siz ma'durum bu mol muzaribat shariat bo'yicha manch persentga bo'lsin deb 10% deyishib, mol yegisimi tijoratga mangduga odammi yil oxirida hisobdan qilganda inchiqli hisob qilib bu yil qanchalik foyda arildi, onun necha persent keldi, mana bersa bu halol bo'lgan gap edi. Hozir endi shu Makka Mukarramdagi ulug' shaharda, Madina Munawvarada ba'zan tijoratchiligi pulisi bog'lab, pullarni qatib qo'yaplar ekanda, unda inchiq hisoblash emas, yilda ma'lum foyda olib turadigan ishlar, mushunga kelishadigan ishlar ko'p bo'layotganligini anglayapmiz. Qarindoshlarimizninki bu illatlardan yiroq bo'lishini, saqlanishini tilaymiz. Asli bu jazoni Yahudlarning, juhudlarninki odat endi. Tarixdan beri shu Yahudlar shu jazoni muomala bilan dunyoni isbot qilib kelgan ekan. Aslida bu jazoning haromligi yolg'iz islom dinidan emas. Şu Hristiyan dini, Yahudi dini, bütün semavi dinlerinin hammasida haram cheklanganligi aniq bor ekan. Faqat bu Yahudlar Yahud bo'lmagan insonlar bilan, mayli musulmon, mayli boshqa mushrik dinsiz bo'lsin, Yahud bo'lmagan insonlar bilan qilgan muomalada jazoni bo'lmaydi degan bir tushunchasi bor ekan. Bu yani bu umuman xato. Endi bu jazoni qilishning o'zi İslam'da çeklengen iken elbette bu cezanın birkaç türlüleri ve onun yolları, usulleri, hile mekirleri hemmisi var. Şu hile kılınan işlerin hemmisi muamelede, ticarette, sodada bu şu cezanı yıkılışıdır ve haram yıkılışıdır. Şu sebepten Allah kadar cezanı kılan adamın birkaç türlük adamına lanet kılan deydi. Cezanı bəgüçe, ağuçe, yazguçe, guvavoğuçe, onu yütkep bəgüçe, onunla şərait hazırlap bəgüçeler hemmisi Allah'ın laneti girişidiğen insanlar. Yani bu cezanı dese hazır en mühim mesele xatarlik. Bizden halkımız mı hem de?
bu şu cazanıga könüp ketken, cazanıga pul beradigan, cazanıga pul aladigan bu işler bir umumlashib ketgandek bir ko'rilyapti. Ama bu bir millet üçün en xatarlik amillerden birisi. Yani bunda sod muamilde cezanı kullangan insan azırak payda algan takdirde mu ama ahirki hesapta ziyan bilen çıkıdı tügüşüdü. Onda olgan iken bu cezanla muamele kılgan insanlar hemisi kündün künge meyli iktisadi cihetin bolsun, meyli manevi ruhi cihetin bolsun ahirki çekiniş başlaydıgan gep. Şu sebepten bu cezanın xatarlik ekenligi, hem bu cezanı kılgan cemiyette davamlıq insanın oturda cidel macera, tügümeydigan, muamilde igizpeslik boldigan, davamlıq palanımının pulunu yep ketdi, muamilde igizpes boldu, o pustanda elişim ba, uva buva degendek davamlıq şu cemiyet oturda adavet, çıkış almaslık, birbirine boğan münasebetinin yerigleşişi hemmisi muşundaq kanunsuz İslam şeriatiga tamamen zıt boğan muamillerden oturga çıkılgan meselelendi. Şu sebepten bunun karta Müslümanlar dikkat kılışı lazım. Demek bu cezanı birinciden Allah'ın lanetiga uçragan Yahudlarning, Cahudlarning kılgan işi. İkinciden bu cezanı zalimlarning kılgan işi. Yani bir nametlerning işi. Yani bir bu horun adamның deydi. İşlep bir çiksin tarak durup pul tepşinin kılınmay öz pullarını onun bununla bir arkalık öz işlemeydigan öz kalbide seyli rahmi yok dili qattiq kambag'allarni suiiste'mol qiladigan bu shunda la'natkor badbaxtlarning muomalasi bo'ladi. Shunga aqlliq vijdoni va har qanday musulmon bu jazoni deydigan muomaldan o'zini pokiz tutish kerak. Endi shunga bu tema taxama yuritilib berilishi uchun shu jazonining harom bo'lish hikmatlaridan bir qancha hikmatni o'tirg'a qo'ygan bo'lsa. Biz başlagendek jazonning haromligining hikmati başta insanların alıqdaki iqtisadi jihatdan taraqqiy qilmay orqaga chekinish ki sebep bo'ladi. Müslümanlar oturusda adavet, hemkarlık ruhu tamamen ölüdü. Adavet başlandı, hemkarlık ruhu ölüdü. Endi alıqdaki insan davamlıq elişinlam oylaydigan, bir işini oylamaydigan, başkalarga hemkarlashga uyartırsun, imkan ba acizlik noktasından faydalanıp başkalarını peliştirip men özüm paydalasam deydigan bir hukum bu İslamның ruhiga, belki insaniyet ruhiga zıt bir mesele. Yani bu cezanı bu şuna yol açıdı. Davamlıq başkalarga azırak bir narsani bilip koyup, hiç qanday ter tökmesden, tirishmasdan, vaqtni sarf qilmasdan pul topman deganlik başkalarning qon ter bedeliga kelgan pulni men o'zimga qilaman degan bo'ldi. Onun o yana boshqa nurg'un hikmatlar, alaqadar islom buni sökkan. Bunun ichida alaqadar insonlarga asli bu qarz berish, asli qarzdan boshlangan masala bu jazoni. İnsanlarga qarz berish bu qarzi hasana deydi. Bu o'simsiz, foydasiz, manfaatsiz bir qarz berish İslamda yol qo'yilgan. Yani bir adam qiyinchilik tushib qoladi, ya qarz tushib qoladi, ya bir muhtoj bo'ladi, ya bir tijorat boshlashni orzu qiladi. Uning qarta bir musulmon, yeni bir musulmonning normal bir qiyinchilikni hal qilish uchun uningga albatta qarz berish lozim. Bu qarz belki insonning bir normal yaxshilik emas, islom buyurgan, islom tashabbus qilgan musulmonning ustidagi mas'uliyat, vojiblikdan birisi. Andan bo'lgan ekan, albatta men boshqalarga qarz berdimmi, uning foydasini, o'simini olaman demay, 100 ming qo'yib bersam, ya 5 oydan keyin, 2 oydan keyin, 1 oydan keyin, ya 1 yildan keyin, aynan shu 100 ming qo'yning o'zini qaytarib olishni bilsam, bu an haqiqiy men musulmonlarchiligim, alaqadar boshqalarga qarta hamkorlik ruhi bo'lganim bo'ladi. Endi islom jazoni harom qilgan ekan, albatta mushu ishlar sababidan insonlarni alaqadar qiyin ahvolda qo'ymaslik, ojizlik nuqtasidan foydalanmaslik, balki boshqalarni o'zimga manfaatlantirman, boshqalarning ojizlik nuqtasidan foydalanaman emas, imkon bor boshqalarga men foyda yetkazaman degan bir usulni, bir prinsip bilan minishni tashabbus qiladi. Ammo hozir shu jazoni masalasida eng xatarli ishlar normal bo'layotgan ko'p masalalar bor. Masalan, bankdan kishilar hozir xususan Saudiya
turmuşida nayt köp insanlar %95% insan aniqdak mayli mashina olsun, uy saramjanlari olsun, köp narsalarni mushu taqsid qiladi. Qarallik o'taydiganlar. Bu taqsidga olgandan keyin buni ba'zi ulamolar halolda fatvo bergan bo'lsa-mu, köp ulamolar buning haromligini ko'rsatgan. Ya'ni taqsidga ilishni o'zi masalan bir odam mashina oldi, yo boshqa narsa sotib oldi, shunday aylık öteydiganlar. Bu normal bahada 100 bin koy satib oladigan mashinani taqsid qildimi 130 bin koy, 140 bin koy satib oladi. Bunu 2-3 yıl öteydi. Ama bu ulamolarning ko'plari mushuning o'zini haram deydi. Yani haram bo'lmagan taqdirda bu ixtilofiy masala, shubhalik masala. Yani musulmon imkon bor bu shunday shubhalik ishlardan yiroq bo'lishi lozim. Bunun 40-50 yıl hatta biraz yıl ilgirki baylarının halak buluş, veyran buluş tarihi qaraydigan bolsak, şolumuş o sile rahim yok. Cemiyette şunda kişilerini qaziga buğup qo'yib, onundan keyin onunki öy vaqillarni hatta buyurgan qizlar olsa, qizlarning qaziga savlab elib, ama shunda rezil ishlarni qilib, oxirida üzüm tugishib, şu jut içideki kişilerin kalbinden onunki hürmetiga asla qo'g'langan-da. Allah'ın rahmetinden qo'g'langan, bütün malaiklarning la'natiga sazovor bo'lgan, oxirida iqtisodiy jihatdan vayron bo'lib, nurg'ullig'alloh dunyoda Alloh taolo o'z xalqi tarafidan nihoyat vahshiy shaklda o'limlarni bergan ekan. Endi bugungi zaman taraqqiy qilib bu nima o'zgardi. Endi bir shaxsning undaligi kişilerini bir vasıtında izip eksploatasiya qilgan ishlarni ko'mak tas, ama shakli o'zgarib hozir endi shirkatlar, cho'ng shirkat, taqsid uni buni deganni orqadan o'tirib chiqish orqali endi hayotida insonlarcha mush bo'lib mag'rib dunyosi, Turkiyaning vaziyatini ko'rgan bo'lsak, endi ash odamning kallasida deydi, kichkundan shuga qalasa mashinaning qaziga bo'yilib ketgan uy saramjonlari taqsidda endi qarallik to'lashni mas'ul hammasi endi bo'lib ketgan ekan, endi u hayot turgan uyini qaziga hammasi qaz endi u qazlar uzum to'lab bo'lmay bolalarga qoldirib ketgan. Buning bilan aqlli odamning nazarida shunda cho'ng shirkatlarga boyligiga nisbatan nafrat tuyg'usi paydo bo'lgan, ulug' bo'lgan muhabbat, bir Müslüman qarindoshlik degan ruhi o'lgan. Şunu bu nihayet hozir jamiyatimizda yomon bo'layotgan bir illatdan birisi bo'lib sanalyotir. Cenab-ı Allah bizni va qarindoshlarimizni bu illatlardan yiroq qilg'ay. Endi shu jazoninki aqsamlari haqida bir tushuntirgan bo'lsam. Endi bu jazoni umumyuzlik jazoning haromligini bildik, uning xatarligini bildik, ama jazoning turlari qaysi usulda bo'ldi, buning da ulamolarning ko'p fikrlari bor ekan. Yani cezanı iki türlük bulur deydi. Birisi nesi cezanısı, yine birisi üsüm ziyade cezanısı deydi. Yani bu nesi cezanısını qanday düşündürür dese, bu bir adamga muayyen bir meblağını şunday bir yıllık berip 20%, 30% avutup nesiga bergan pul endi paydaga. Bunu bütün ulamolar icma bilan haram deb biladi. Ama o üsüm ziyade ribal fadl deydi ekan arabcha. Bu bo'lsa o'shanaqa biz bayat deb o'tgandek taqsid va shunga o'xshagan ba'zi o'simlarni. Bu alaqadek halollashtirish yo'lini, tijorat va tijoratning foydasi yo'lini tutib turib shariatga hili ishlatganlik. Bu mu asosan haram deyiladi. Ve şu sebepten bu cezanın her iki türü, her ikilisi İslam'da çeklengen cezan değildi. Ama bunun da alakadak almak satmakta ait köp mesele var. Bunun mu mesela alakadak altını setiş, gümüş setiş, alakadak buğdayını setiş degandek bazı adamlar üzüdü buğdayının naçarlarını akilip başka adamlarga yaxshi buğdayga tegishadigan bu ishlarni islom cheklaydi. Bu bunun cheklashdagi bir qancha sabablari shu insonni alaqadak qo'ymichilik qilish, boshqalarning ozlik nuqsonidan foydalanish yo bozorni bilmay qilib qilganligi uchun buni cheklaydi. Ammo buni qilishning yo'li oson. Masalan, menda buğdayim yaxshi emas, yo pichak chiqqan, buni boshqa yaxshi buğdayga tegishiman deb
bir çeyrek buğdayga 10 çeyrek buğday versen bo'lmaydi. Uningdan eng yaxshi chora mendiki yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, uni bozorda satgan pulga boshqa yaxshisini setib olsam bo'ladigan gap. Demak, har narsa hal bor. Hammasini chorasi bor, imkoniyati bor. Buningga bir chiqish yo'li yo'q, narsa yo'q. Onun uchun shu inson shubhalik ishlardan saqlanish uchun mushundaq ishlardan saqlanishi lozim. Hatta ba'zi odamlar bir narsani qilib nisiga setishni hali pul lozim bo'lib qolganlar, darhol bozordan bir narsani 100 ko'g setib olib, uni darhol olib 70 ko'g 80 ko'g qilib setib, onun pulini ishlatadi. Bu mu shariatda joiz emas. Nimishqa adam 100 ko'g olgan narsani 80 ko'g sotdi, o'tirdan 20 ko'g yo'qoldi. Ama onu vaqt kelgan to'laydiganda 100 ko'yin to'liq to'laydi. Uni to'layolmay şu kapıda qiyinchilik, hatta o'g'irlik, odam o'ldirish, haram yeyish, bütün shariat cheklangan insoniyatning ziyni bo'lgan ishlar mushu jazoni xo'rlikdan kelib chiqadi, boshlanadi. Shu sababdan islom insonning qaysi shaklda yaxshi hayot kechirishi bo'lsa, uni tashabbus qiladi. Qaysi shaklda qiyin ahvolga tushib qoladigan, o'shunday yomon ahvolga tushib qoladigan ish bo'lsa, buni cheklagan. Shu asosda bu jazoni o'sim masalalari islomda harom qilingan deyiladi. Bu qisqagina bir programmamiz orqali bu jazoning hamma taraflarini yuritib bermaymiz, faqat qarindoshlarimizga bu jazoninki nayte xatarlik ekanligini, shuning uchun buni har qanday muomalani atrofdagi ulamolardan so'rab ish qilishni tavsiya qilamiz bu programmamizda. Janob Alloh hammamizni, jumladan bizni emas, qarindoshlarimizni bundan yiroq qilgay. Shunga bu jazoni masalalarga sal qaramaslik kerak. Allah Taala Qur'oni Karimda aytganidek, "Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Siz bilmagan masalalarni ulamolardan so'ranglar. Har jiddik ulamolardan so'rab bu masalalarni oydinlashtirib, mushundan saqlanmaydi ekanmiz, bizga dunyo oxiratda yaxshilik bo'lmaydiganligi nurg'ulg'an bu oyatning mazmunidan chiqadi. Hatta qiyomat kuni bu jazoni bilan shug'ullangan odam go'rdan qopqandimi, Mejnun sarangladikidek jin chaplashib olgan odamdek menda qiladiganlikqa, hatto bu jazoni bilan muomala qilgan odam jazoni yanmasa Alloh jan e'lon qilgan bo'ladi deydi. Shunga bu programmamiz haqiqatan hamma taraflarni inchiqlik bilan so'zlash uchun vaqt yetishmaydi. Uzun so'zlash uchun qilsak bu ko'rarmanlarimizdan malol qilib qo'yamiz. Endi biz şu cemiyetimizdeki ticaretçi, şu barliq qarindoshlarimizga oxirgi tavsiyalar bo'lsa, buni taqdim qilish bilan programmamizni oxirlashtirsak. Endi Alloh subhanahu taolo har qanday bir ishni yo'l qo'ysa, buning qarta chiqish yo'lini qilgan. Masalan, ahallallohul bay'a va harrama riba degan oyat bor. Alloh savdo muomalani almaq satmaqni, tijoratni halol qildi, jazoni harom qildi. Endi jazoni qilmaymi inson, men bu harom yemayman, to'g'ri ish qilaman, to'g'ri tijorat qilaman, bolalarimga harom yegizmayman desa, albatta bu tijoratda bu shunday jazoni bo'ladigan, boshqalarning haqqini yeydigan ishlardan saqlanish lozim. Shu sababdan inson bu jazoning yiqilishadigan, jazoni bo'lib qoladigan har qanday savdo muomala, mayli bank muomalalari olsun, hammasidan saqlanması bo'lmaydigan ish. Yana eng xatarlik masala endi ulamolarning nayt ko'p jamiyatning tarixidan açık savoq elinsa, shu jazoni umumlashib ketgan har qanday millat tamamen vayron bo'ladi deydi. Hatta biz millatning, Uyg'ur jamoatining, Uyg'ur millatining bu darajada bu kuni kep qilishdiki sabab omillardan birisi bu shunday bizning ilgari o'tmishdagi baylarimiz, insonlarimiz bu shunday jazoni qilishga ko'nib ketgan, jazoni xo'rlik bilan tunilgan baylar shu sababdan bu bizning hozir kunga kelishimizning ko'p sabablari bor. Ama şu amillardan birisi bu şu jazoni xo'rlikni umumlashganligi deyiladi. Endi har qanday bir islom mutafakkir olimlarining qilgan O'rta Osiyo musulmonlarining mayli Uyg'ur, O'zbek bularni dunyoda nurg'ulg'an madaniyat bilan yaratgan ayt hushyor aqlli millat. Yani bularning boshlariga ajoyib kunlik keldi keyingi mezgillarda. Bularning halok bo'lishiningki asosan shunda shum kunlarga O'rta Osiyo jumhuriyatlaridagi musulmonlarning va bizning o'tiribdagi musulmonlarningki bunun aqibati shunday kuniga qilib qolishiningki illatlarining muhim illatlarining biri, hammasi emas, nurg'ulagan illatlar bor. Sabablarning birisi shu jazoni muomala qilganligida asosan
siyosiy tahlilchi ulamolarning hammasi bir kelgan masalasilar sharat qandagidek. Bu bir millatni butun shunda oqibatini yomon natijaga olib keladiganligida shak yo'q. Ila ham biz millat kallamizni silkib, shu jazon degan muomaladan o'zimizni tortmasak, buningdanmi battar sharoitlar kullab bizni kutib turadi degan gap. Chunki bu kichik gap emaski. Jazoni muomaladan qo'l yig'masanglar, kim jazoni qilgan odam Allohning rasuliga Allohga jang e'lon qilgan. Siz bizning butun koinotni yaratgan Allohga jang e'lon qilish deganning ma'nosi bu kichik ish emas. Ya'ni Allah bilan janglashgan odam Alloh g'olib. Demek sen şunda dünyadan olan küllerini görürse har bulası dünyada şu millet veyran buludu degan. Tarixda mesela biz hozirgi kunda nima g'arb dunyosi Yahudilarning iqtisodiy va taraqqiy qilish ba'zanligiga nisbatan o'ydi. Cho'ng sanlanib ketib boradi. Yahudlarning tarixiga nazar soladigan bo'lsak, Yahudlar dunyoda ajoyib kunlarni ko'rgan. Odam tatmagan zulmni tatgan haq bu. Buning jiq ulamolar degan bularning illatlarmi? Cho'ng illatlarning biri bu kunga qilgan sabablarining birimi? Jazoni muomala. Bu Yahudilar tarixdan buyon eng rezil tijoratning birisi jazoni, ya'ni biri shuni qurol yaraq savdosi bilan shug'ullangan haqandi. Putinning urg'in chachadigan Rasulullohning zamonida burunmi shu, Rasulullohning zamonida shu, ta bugungi kundami shu. Davlat bilan davlatni, toifa bilan toifani, qabila bilan qabilani urug' hisob qilib, atirdan u yoqqa bu yoqqa qurol setib hayot kechirdi. Jazoni bilan kun kechirdi. Shuning bilan bu tarix necha qatim o'yran bo'lgan, necha qatim yana qattiq ulamolarning nima bilan o'rnidan qilib taraqqiy qilib bosh ko'tarib qo'pqan. Biz ham bu dunyoning xorliqidan qutulamiz, yiroq bo'lamiz deydi ekanmiz. Bizning ham qilishlik nurg'ulg'a ishlarimiz bor. Shuning uchun jumimiz eng muhim bo'lganning biri jazoni muomaladan yiroq bo'lish albatta. Endi shu Yahudlarning hayotini deb o'tlar. Yahudlarning o'tmishdagi tarixi shuncha eshinarli. Ammo shu yaqinqi 60 yildagi hozirgi tarixi endi. Xuddi Yahudlar iqtisod hamma Yahudning qo'lida, Yahudlar Falastin davlatini bulab davlat qurib olgan, ular yashayotgan nayt bir dunyoga hokim bulayotgan ko'rsakmi, amaliyotda Yahudlarning hayoti nayt bek echinarli. Yani 60 yıldan beri bir devlet kuruyumuz deb hazır kadar beşi saq bo'lgani yo'q. Yani bir Yahudi devleti Palestin mesela Gazze'den etilgan bir işki raketa düştümü derhal neçe milyon Yahudi önkürlüğe kirip üzünü nemiga aladan. Yani hazır İsrail'deki Yahudiler işgalasındaki Palestin'deki biz bilip bir gün bir hatırcam yaşagan yok. Devamlı teşviş içinde, kapalık içinde, nemişka şunday başkalarının hakkı tecavüz kılgan, cezanı xorluq olan yaşagan, devamlı başkalarına zulüm kılıp, başkalarının hakkının üstü yaşaganlığı üçün bular ruhi cihetten hatırcam yaşayamaydı. Yaşayamaydı. Bunun kim yaşayamaydı? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de duribat aleyhimud dillatu vel meskana ve ba'u bi ghadabin min Allah. Ulağa Muşna xarlıqның əsərləri uğurlub getdi. Ola Allah'ın həzibi gəldi deydi. Şuna bəzi yaşlı Uyğurlarның şeydələr, Yahudilərə çoxmuduğan Yahudilərның turmuşuna ait bək parlaq, bək bir çoğ rahat turmuşdakidək sıxqan qarindaşlarımızın nisbətən bir ağalınış oldu. Əlbəttə biz cümlədən üzümüz və ətrafdakı qarindaşlarımızın hamısımız bolğan tövsiyemiz muşu Cazana degan rezil illettin Cenab-ı Allah hemmimizni jiroq qilsin, hammaylar buna diqqat qilaylik demoqchi. Boshqa qo'shimcha Boshqa qo'shimcha yo'q. Herhalde bu jazoning haromligi, jazoni yegan odamning oqibati va jazoni xor millatning oqibati ma'lumlik bo'lgandan keyin albatta bir musulmon imkon bor shu halol yeyish ve özünün ballarını mı halal yegizishga tirishishi lazım. Bunda ekan albatta bu şu şeriat chekdigan ishlarning hammasini yaroq turishi, sud muomalada jazoniga yaqinlashib qoladigan ishdan mı saqlanishi lazım. Eğer unda qilmaydigan bo'lsa, bu dunyoda muhar, bu dunyoda muhar yashashga mahkum bo'lamiz. Shu sababdan yani bu jazoni yeyish yolg'iz insonning o'zidan kassig'i, inson o'zi tugul deymiz. Yani bu bir millatning oqibatiga, bir ailenin akıbetiga, cemaatning akıbetiga, yani umumning akıbetiga munosabatli bo'lg'achqa bu jazoni degan bu harom ishdan va bu xatarlik voqeadan saqlanishni bütün insonlar o'ziga o'zi mecburiyet halda tavsiye qilib saqlanishga tirish lazım deb qarayman. İnşallah Allah hammalarni shunday yaxshi ishga
muvaffaq qilsin, yomon ishdan yiroq qilsin va albatta bu jazonixo'rlik degan bu yomon illatdan va yomon jinoyatdan saqlasin. Amin. Rahmat, Allah razı olsun. Endi amaliyotda insonning eng isili halal kun kechirgan, halal yegan, farzandlarini halal bilan tarbiyalagan odam eng isli odam endi. Bu aksicha haram bilan qo'saq boqqan, haram farzandlarga haram yeydigan balchaqlarga odam dunyoda shu Allohning azobidan qutulmaydi, oxiratda undan ashaddiy azob. Bu haram bilan o'sgan go'sht, jasad buningga jannat haram endi. Şuna qarindoshlarımızdan ham baylanga o'zimizningki ak inidan chora tavsiyamiz bu haram, bu nejis illat, bu jazon illatidan saqlanishini tavsiya qilamiz. Faqat bizning bu programmamiz yuqorida deyilganidek Alloh azza va jallaning Qur'oni Karimdagi fazakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, eslatgin, nasihat qilgin, cho'qim bu eslatish mu'minlarga foyda qiladi degan Janob Alloh. Shunga faqat bu programmamiz bir o'zimizni va qarindoshlarimizni eslatish nimasi bo'lsa deb qaraymiz. Hammalarga rahmat. Programmamizni bu yerda oxirlashtiramiz. Bu programmamizga diqqatingizni berganlarni minnatdorligimizni bildiramiz. Oxirida bu programmani to'g'ri qo'yish, suratga olish ishlari bilan shug'ullangan birodarimiz Adiljonga ham minnatdorligimizni bildiramiz. Başqa yana kelarki bilimlarda ko'rishgan qadar har biringlar bilan xo'shlashamiz. Xayr, xo'sh, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.